Taqdirni qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu kichik biznes subyektlariga beriladi. Ya'ni maqsadi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, aylanma mablag', ya'ni aylanma mablag'ga olishi mumkin. 300 million so'mgacha 100 million so'mi garajsiz beriladi. Ayar tumanida joylashgan yakka tadbirkor, ya'ni chipi deyiladi. Ya firma bo'ladiganmi, faoliyatda bo'ladigan bo'lsa 100 million so'mgacha garaj qilib beramiz. Faqat bitta sharti oborot qilgan bo'lishi kerak, faoliyatda bo'lgan bo'lishi kerak. Rahbari katen deyiladi, havomangiz bo'lgan qo'llaringizda yaxshi kerak. Bo'ldi, boshlanadi. 100 million so'mni 2 kun ichida rasmiylashtirib berdik. Yangi nazarda prezidentning 7 sonli qarori bor. 9 yanvar 24-yilda chiqdi. Endi shu asosida biz bankimizdan o'zini qaror qancha chiqardi. Mana bu kunda 5 millionlik, 17 million so'mlik va 50 million so'mlik mana kreditlarni ajratyapmiz. Marhama bu kreditlar faqatgina sharti bor. Bizda 11 ta mahallaga, ya'ni Agrobankga bitgan 11 ta mahallani fuqarolarga beramiz. Turizmi qanchalik summasi bor? Summasi katta bo'lgani uchun bor kamlik qilyapmiz asosan. Chunki 0,5% 1% soliq to'layotgan deb hisoblangan.